Kuniga 2,5 kilodan semiradigan paroda Sharallel paroda. Bombasi. Go'sht yo'nalishi bo'yicha chempioni limuzin bilan Angus yo'lda qoldi o'zi. Bugungi paroda Sharallel. O'cha dahshati. Lekin qimmatroq to'g'ri. Lekin bitta videoni ko'ringlar. Qanaqa o'zgarishini, Sharallel parodadan qanaqa go'sht yig'ishini bitta ko'rib maza qilinglar. Bu videoga like bosib, bu qo'yga qiziqadigan hamma tanishlaringizga bu videoni yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Parodalardagi eng dahshatlari. Keyingisi xudo xolasa belgiyskiy bo'lishi mumkin. Sportivniy paroda. Yorvoradi. Chempionmi chempion. Sharallel paroda. 5 ta g'unajin, 5 ta buqa. Hozircha shunaqa kelishib qolsak, bular hammasini olamiz. Mingtali ferma, mingtali. 450 rubldan Joyvesga sotaman deb 5 ta g'unajin bilan 5 ta buqasini tashadi. Prostak bomba. Liboy bir partiyaga qo'shib olib ketishingiz mumkin. Minimalniy zakaz 30 ta, вообще так 60 ta bitta mashina yuboramiz. Buni tan narxi 400 kg Joyvesga ega 180 ming rubl bo'ladi. Tan narxi. 5 ta buqa, 5 ta g'unajin akalar. Общий 10 ta получается. Bombasi. Bilasizlar, eng zo'r paroda Sharallel paroda. 45 ming rubl rasxoti bor, общий 225 ming rublga O'zbekistonga borib tushadi.